Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Savat Avto kanali obunachilar do'stlar. Bugun navbatdagi reklamamiz G-Tower X70 Plus eng full luxury varianti bo'ladi do'stlar. Birdan like ni bosib, videoni tomosha qilamiz do'stlar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, lekin salondan do'stlar 2024-yilda olib haydalgan bir qo'l avtomobil do'stlar. Bir qo'l avtomobil holati вообще zo'r, ko'rishingiz mumkin. O'zini shtat 20 lik diska balonlarida turibdi. Salon holatlaridan вообще gap so'z bo'lishi mumkin emas. Kim nima desa desin do'stlar, shu avtomobilni salonidan yetadigan salon yo'q do'stlar. Ko'ngilda istagan narsa bor do'stlar. Avtohold deysizlarmi, xolodilnik deysizlarmi, pult upravniyalari, xullas hamma narsasi bor do'stlar. Yana tablolarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu do'stlar 540 kamera bo'ladi. 540 gradus kamera ko'rsatadi. Holati chotki holatda. Bu yerda podsvetkalarni xolasangiz, go'y xolasangiz, qizil xolasangiz, sariq svetlardan o'zgartirishingiz mumkin do'stlar. Polni elektrosideniyalar paket do'stlar, obduf, abagrev hamma narsasi bor. Bu qizdiradi, bu sovutadi do'stlar. Sony kolonkalar bilan jihozlangan. Xullas mashinamiz holati вообще full pozitsiyada turibdi do'stlar. Yana ko'rishingiz mumkin. Bemalol videoni ko'rib tomosha qilishingiz mumkin do'stlar. Yana qaranglar holatini. Orqadan ham do'stlar отдельный klimat kontrol, USB zaryadga qo'yadigan, xullas mashinani kimga nima kerak bo'lsa hamma narsasi bor do'stlar. Yana двойной pultlarda panorama katta lyuk bo'ladi. Ba'zi yarim ochilib turibdi, yarimini ham ochsangiz bo'ladi. Katta panorama lyuk, lyuk ham ochiladigan variantida do'stlar. Yana orqalarini ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bemalol sig'ib ketsangiz bo'ladi. Bu do'stlar чистый Xitoy varianti do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, Xitoy brendi. Чистый Xitoy eski narsa bilasizlar. Zo'r bo'ladi. Yana Dubay emas. Yana ko'rishingiz mumkin orqa fondan вообще mashinamiz holati lekin chotki holatda turibdi do'stlar. Yana qarasangiz ham bunday sangiz ham ochiladi. Kelib turib oyog'ingizni yetib berasizlar, ochiladi. 7 mesta bo'ladi bu do'stlar. Crossover bo'ladi. 7 mestali. Ko'rishingiz mumkin. Orqalaridan ham poliklar tashalgan. Hamma narsasi bor. Zapaska, donkrat, balon ключ. Yana knopkani bir bosamiz, asta yopadi. Polni do'stlar X70 Plus'ni eng full bo'ladi. Luxury variant bo'ladi bu do'stlar. Luxury variantda bilasizlar, xolasangiz bu svetodiod bilan o'zgartirib yoqishingiz mumkin. Xolasangiz bir chiziq atib yoqib qo'yasizlar, xolasangiz yonboshini yoqib qo'yasizlar, G-Tower deb yonib turadi. Xullas ichida funksiyalari ko'p do'stlar. Bemalol ko'rib, tekshirtirib olsangiz bo'ladi do'stlar. Salon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bu luxury variantini men nerdan bilaman desangiz do'stlar, 3 dona monitor bo'ladi. 1 dona, 2 dona, 3 dona. Ko'rishingiz mumkin. Eng full bo'ladi do'stlar. Bu yerda yana konditsionerni buragichlari 2 dona, joystick bo'ladi. Yana o'zini zavodskoy shtatni pultlari, avtohold, xullas, zavodskoy kitoblari, hamma narsasi bor do'stlar. Xullas do'stlar, G-Tower'imiz eng full bo'ladi. Hozir trendda chiqib turgan avtomobillardan biri desak ham bo'ladi buni. Bakoin teyinda yonadi. 540 gradus kamerasi bor do'stlar. Bu yerda 540 gradus kamera, bu yerda datchik bo'ladi. Agar oldingizdan mashina chiqib qoladigan bo'lsa, o'zi avtomatik tormozlaydi do'stlar. Xullas, mashinamiz eng aqlli variantida do'stlar. Oldidan keladigan bo'lsak do'stlar, oldi polni broneplenka qilingan, oldi kapotini $600 broneplenka qildirganman. Farasini ham broneplenka qildirganman, bamperni ham broneplenka qildirganman do'stlar. Oldi laboy hamda ikkita oynasini sonsazashda qildirganman eng qimmatindan. Xullas, bu avtomobilimizda do'stlar zo'rindan polik ham qo'yilgan. $250 polik ham qo'ydirganman tozasidan. Xullas, avtomobilimiz sotuvda do'stlar. O'zimning nomimda turibdi, o'zimning nomimda. O'zim hazatib minaman deb oldim do'stlar. Ozgina planlar o'zgarib qoldi. Bir yerdan bir ozgina biznes chiqib qoldi. Shuni qilamiz deb bu avtomobilimizni sotuvga qo'ydik do'stlar. O'zimning nomimda zo'r nomerlarda turibdi. Qolasangiz, generalniy doверенность bilan haydab yurishingiz mumkin do'stlar. Bemalol. Videomiz yoqqan bo'lsa do'stlar, like bosamiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar do'stlar. Narxini keladigan bo'lsak do'stlar, narxi 300 million so'm aytib turibmiz, ustida kelishib beramiz. Bunga do'stlar barter variant ham bor, bank variant ham bor. Bemalol siz xohlagan uslubda variant qilib beramiz do'stlar. Xolasangiz, sizlarga qimmatroq avtomobilingiz bo'lsa, ikkalasizlar hisoblab olib, buni hisoblab beraveramiz. Mabodo Gentra, Damas, Captiva'laringiz bo'ladigan bo'lsa, ustini hisoblashamizdan buni adlarınızı ötürüp beraber. Xullas, tayyor avtomobil do'stlar, narxi 300 million so'm. O'zi salondagi bahası do'stlar qimmat buni bilasizlar, 490 million so'm yoki
495 million so'm atrofida duradi salonda. Biza do'stlar 300 million so'm aytib qo'ydik narxini. Like bosamiz, videoni yaqinlarga tashlab qo'yamiz do'stlar.